Donald Tramp Amerika siyosatining eng murakkab va bahs-munozaralarga boy shaxslaridan biri. Undan boshqa shunday janjallarga sabab bo'lgan siyosatchi bo'lmagan ehtimol. Tramp boshqalardan nimasi bilan farq qiladi? Keling, uning hayoti va karyerasiga nazar tashlaymiz. Donald Tramp 1946-yil 14-iyun kuni Nyu-Yorkda tug'ilgan. Uning ota-onasi Fred va Mary Tramp qurilish biznesi bilan shug'ullanar edi. Tramp 13 yoshidan boshlab ota-onasining biznesida ishlay boshladi. Ota-onasi unga ta'lim berish uchun katta miqdorda pul sarflagan. 1968-yilda Wharton biznes maktabida iqtisodiyot bo'yicha bakalavr darajasini olgan. Tramp 1971-yilda ota-onasining biznesini olib, uni global darajaga olib chiqadi. Uning Trump Tower va Trump Organization kabi loyihalari jahon miqyosida tanilgan. Trumpning biznes falsafasi tasavvur va riskni qabul qilish. U 1980-yillarda barchaga ma'lum bo'lgan Trump Casino va Trump Waterfront loyihalari bilan tanilgan. 2004-yilda The Apprentice reality show orqali u Amerikadagi eng mashhur shaxslarga aylandi. Show Trumpning brendini yanada mustahkamladi va u butun dunyoda tanilishga, mashhurlikka erishdi. Uning "siz ishdan bo'shatildingiz" so'zi mashhurligini yanada ziyoda qildi. 2016-yilda Tramp AQSh prezidentligiga nomzod bo'ldi. Uning kompaniyasi, jumladan Amerikani yana buyuk qiling shiori katta qiziqish qozondi. Trampning prezidentlik davrida iqtisodiy o'sish, ishsizlikning pastligi va savdo kelishuvlari bilan aloqador o'zgarishlar kuzatildi. Uning siyosatlari va qarorlari ko'pchilik tomonidan murakkab baholandi. Donald Tramp 3 marta uylangan. Ivana Tramp, Marlene Mabel, Melania Tramp. Hozirda Melania Tramp AQSh birinchi xonimi hisoblanadi. Trampning 5 farzandi bor. Kichik Tramp, Erik Tramp va Ivanka Tramp birinchi turmushidan, qizi Ariana Tramp ikkinchi turmushidan, o'g'li William Tramp uchinchi turmushidan. Tramp haqida yana ko'proq ma'lumotlar uchun bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'ling, like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.